Rossiya Federatsiya Kengashi Putinga Rossiya chegarasi sirtida qurolli kuch o'rnashtirishga rasmiy huquq berdi. Rossiya prezidenti Putin muxbirlarning savollariga javob berganda mundaq dedi. Rossiya Donetsk va Luhanskni o'zlarini asosiy qonundagi egilik huquqi bilan o'zlari jakarlagan chegarada e'tirof qiladi. Bu rayonlarning u yerda chegarasi bor. Zarur tepilganda va'damizni ado qilib, askarlarimizni donsabda ishlatamiz. İlgilenici Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken bilan ko'rishganda Amerikaning Tayvanni ishlatib Xitoyni kontrol qilishga urinishning xatolik ekanligini aytgan va Washington majburlagan navbatdagi raqobatning to'qinishga aylanishi mumkinligini ko'rsatgan. Wang Yi telefonda Blinkenga Tayvanni Hind Tinch okean planiga kirgizishga urinishlarning hammasining xato signallarni avatadiganligini aytgan. Amerika prezidenti Joe Biden Rossiyaning Ukrainaga qaratgan qadamlarini tajovuzchilikning boshlanishi deb tasvirlab, Rossiyaga qaratilgan jazoning birinchi qismini e'lon qildi. Angliya bosh ministri Boris Johnson Angliyaning Rossiyaning 5 bankisi va 3 kishiga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Yevropa ittifoqining tashqi munosabatlar yuqori darajalik vakili Borrell 27 shaxs va organ jazo tizimligiga kirgizildi dedi. Xitoy doiralarining Sharqi Turkistonda konu mahallalarni o'zgartirish nomida ilib borgan an'anaviy Uyg'ur mahallallarini chiqib binolashtirish va aholilarni tarqoqlashtirish harakati davom qilmoqda. Xitoy doiralarining oshkorlashicha, Uyg'ur elida 2021-yildan 2025-yilgacha 870 ming tutunga chetishliq 5761 konu mahalla o'zgartirildi ekan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoyning maqsadi bu orqali Uyg'ur aholilarini tarqoqlashtirish, ularning an'anaviy milliy turmush shakli va jamiyat qurilmasini parchalab, ularni texmo mudofaasiz qo'yish ekan. Yevropa İttifaqı Komitetining raisi Ursula von der Leyen Rossiya bilan bo'lgan krizisda Yevropaning Rossiya gaziga bek tayinganligi, ularning ta'minlovchilarni ko'p xillashtirishi va qayta hosil bo'ladigan energiyaga ko'plab mablag' selishi kerakligini ta'kidladi. Amerika hukumati 2021-yildagi soxta shuhrat qozongan shirkatlar tizimligini e'lon qildi. Buning ichida Tongshun va Alibaba qatorliq Xitoy dongliq texnika shirkatlari bor. Uchurga qaraganda bu tizimlikdagi shirkatlar soxta marka ishlatish va nashr huquqiga daxl-taruz qilish bilan ayblangan nurg'un elektronlik savdo tor bekatlarini o'z ichiga oladi ekan. Buning ichida Tongshun va Alibaba qatorliq bir qator Xitoy elektronlik savdo tor bekatlari alohida ko'rsatildi. Ruminiya davlat mudofaa ministri Vasiliy Demko, agar Ukrainaning zaminiga ishg'ol qilinsa, biz 500 mingdan ortiq ukrainalik musofirlarni qabul qila olamiz dedi.